So'z andazamizning old qismi tayyor bo'ldi. Endi bunga tikmoqchi bo'lgan ko'ylagimizni fasonini kirgizamiz. Bizga kaketga kerak. Hozir kaketkalik ko'ying, tegi burmalik. Endi o'shaning kaketkasini qilamiz. Kaketkamizning uzunligi 11 cm. 11 cm. Buni tekis qilib chizib olamiz. Buni shundoq tiksak, mana bu yoq qismi osilib qoladi. O'shaning hisobiga 1 cm kaketkani tepaga ko'taramiz. Buni ham birlashtiramiz. Andazamiz tayyor. Bu andazamizni bemalol 10 yoshgacha bo'lgan farzandlarimizga ishlatsak bo'ladi. Razmerlarni razmeriga qo'yib, yelkaga yelkasini, qo'ltiq qismini, ko'krak aylanasini hammasini to'g'rilab qo'ysanglar, razmeriga to'g'rilab bemalol tiksanglar bo'ladi. Shu asos andaza bo'yicha bolalarimiz uchun. Bizda hozir kaketkalik ko'ylak bo'lgani uchun kaketga chizamiz. Mana kaketga chizamiz. Kaketga uzunligimiz oldida 11 bo'ldi, orqada 1 cm, kaltaroq qilib 10 cm qilamiz. Chizib oldik. Endi bundan oldida 1 cm ko'targan bo'lsak, bu yerda 0,5 cm ko'taramiz. Buni chizib oldik. Endi ko'ylagimizning fasoni o'zbekcha sifat ko'ylakcha. Xohlasanglar yengini bunaqa qilasizlar, xohlasanglar bunaqa qilasizlar. Bu o'zingizlarning xohishingizga bog'liq. Endi buni tegini burmasiga to'g'rilaymiz. O'lchaymiz 16,5, bittasidan 4 cm dan bo'lib chiqamiz. Uchta bo'lakga bo'lgan, katta bo'lmadan. Buni kesib olamiz. Oldimizdan ham xuddi shunaqa 4 cm dan mo'ljallab kesib olamiz. Keyin yozib chiqamiz. Mana 1, 2, 3 oldi. Ichayotganda adashib ketmasligimiz uchun bu. Orqani ham xuddi shunaqa. Mana 1, 2, 3 orqa. Endi buni kesib olamiz chiroyli qilib.